Mirobod tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida transport vositasiga soxta davlat raqami belgilarini o'rnatib, harakatlanib yurgan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahrining Mirobod tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezident Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir davomida avtomobil davlat raqamini soxtalashtirib harakatlangan haydovchi aniqlandi. O'rganishlar natijasida ma'lum bo'lishicha, qora rangli BYD rusumidagi avtotransport vositasi Toshkent shahrining markaziy ko'chalari hamda hukumat binolari atrofida shubhali harakatlanib yurgan. Shu sabab avtotransport vositasi tadbir ishtirokchilari va yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatildi. Tekshiruv jarayonida avtomobil davlat raqamlarining tegishliligi o'rganildi va mashinaga taqilgan raqamlar davlat ro'yxatidan o'tmagan bo'lib chiqdi. Shuningdek, avtomobil saloni va yukxonasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Bunda mashina yukxonasiga yashirib qo'yilgan yana boshqa davlat raqamlari borligi aniqlandi. Bu raqamlar transport vositasining haqiqiy davlat raqam belgilari bo'lib chiqdi. Shu tariqa haydovchi avtomashinani soxta raqam bilan boshqarib yurgani ma'lum bo'ldi. Avtotransport vositasini bagaj, yukxonalar tekshirilgan vaqtda haqiqiy davlat raqam belgisi avtoulovga tegishliligi aniqlandi. Bundan tashqari transport vositasi inspektor tomonidan o'rganilganda maxsus ovoz kuchaytirgich, miltillovchi mayoqcha va boshqa noqonuniy qurilmalar o'rnatilganligi aniqlandi. Keyin tekshirgan vaqtimizda avtotransport vositasini oldi labovoy, ya'ni pesh oynasiga qora plyonka tonirovka yopishtirilganligi, ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan nazarda ko'rsatilmagan sirena qurilmasi hamda migalka qurilmalari o'rnatilganligi ham aniqlandi. Tegishliligi bo'yicha avtotransport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib keldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227-prim 1 moddasi, ya'ni avtomototransport vositalarining va ular tirkamalarining davlat raqam belgilarini yoki identifikatsiya raqamlarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, o'tkazish yoki ulardan foydalanish, shuningdek ularni qalbakilashtirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari davom ettirilmoqda.